Haydovchilikda harom aralashmasligi uchun bu kasb egalari amal qilish kerak bo'lgan qoidalar bormi? Umumiy muomaladagi qoidalar haydovchilikka ham taqqoslanadi. Halol bo'lish kerak, pok bo'lish kerak, birovni aldamaslik kerak, haqqiga xiyonat qilmaslik kerak, odob, axloqlik bo'lishi va hali yuqorida aytib o'tilganidek, ulovi markabiga harom xarish narsalarni tashishni yo'lga qo'ymaslik, yana shunga o'xshagan gunoh bo'ladigan ishlarga sababchi bo'lib qolmaslik ma'nolarini e'tiborga. Haydovchilikda harom aralashmasligi uchun bu kasb egalari amal qilish kerak bo'lgan qoidalar bormi? Umumiy muomaladagi qoidalar haydovchilikka ham taqqoslanadi. Halol bo'lish kerak, pok bo'lish kerak, birovni aldamaslik kerak, haqqiga xiyonat qilmaslik kerak, odob, axloqlik bo'lishi va hali yuqorida aytib o'tilganidek, ulovi markabiga harom xarish narsalarni tashishni yo'lga qo'ymaslik, yana shunga o'xshagan gunoh bo'ladigan ishlarga sababchi bo'lib qolmaslik ma'nolarini e'tiborga. Haydovchilikda harom aralashmasligi uchun